Assalomu alaykum. Bugungi hikoyamiz odatdagidan bir qadar uzunroq bo'ladi. Shuning uchun shoshmasdan bemalol o'tirasiz. Bu hikoyani Bag'dodlik Ahmad ibn Miskin hikoya qilib beryapti. Hijriy 233-yilda Balx shahrida edim deydi. O'sha paytlarda u shaharning eng katta olimi Xuroson shayxi Abu Abdurrahmon Zohid degan kishi edi. U kishiga shunday ta'rif beriladi, ya'ni qalbini orqasida tilini orqasida qalbi turardi. Ma'nosi, ya'ni qalbi bilan tili bir xil edi. Qanday ko'rinsa shunday gapirardi, qanday gapirsa shunday ko'rinardi ma'nosida. Bir kuni deydi, masjidga u kishining suhbatini eshitish uchun keldim, ammo u kishi ayrim sabablarga ko'ra kech qoldi. Keyin u yerda bir kishi ustozning biroz kech qolishini jamoaga bildirdi va dediki, domla kelgunga qadar oralaringizdan biror kishi biror masalada gapirib tursa deb taklif qildi. Men u yerda Abu Turob degan bir do'stim bor edi. Bu taklif bo'lishi bilan Abu Turob mening biqinimga niqtadi, chiq dedi. Endi siz ham Imom Ahmadlarni ko'rgan, Bishrul Hofiylarni ko'rgan odamsiz. Chiqib ular haqida bizga biror narsa gapirib bering deb taklif qildi. Xullas qo'yarda qo'ymay meni minbarga chiqarishdi va o'sha do'stim Abu Turob ham yonimda o'tirdi menga dalda bo'lish uchun. Keyin qarasam, odamlar bo'yinlarini cho'zib, boshlarini ko'tarib menga qarashyapti. Endi bu kim ekan deb. Men shundan ichimdan bir ilhomlanib ketib, nima qildim? Bir hikoya aytishni boshladim. Ya'ni nafsimda ularga biror bir voqeani hikoya qilib berish istagi tug'ildi va men hikoyamni boshladim. Hijriy 219-yilda shunday bir payt bo'ldiki, men yo'qchilik bilan, ochlik bilan sinaldim.